Obunachilarimizni izlab yuribmiz. Qani edi o'zimizda o'zbeklar chiqib qolsa, ha? Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, Mavlon. Siz ham dam olar ekansiz-da, ha? Qanday bo'lyapti? Biz yaxshimi? Sizda shu qo'shig'ingizga lekin addushi muxlisingizmi? Rahmat. Ana shu qo'shiqni aytib berasiz, shu somsani beraman. Bo'ldi. Mana shu do'stlar bilan bir o'tirib shu somsani Yesak-a? yeyotgan paytda aytsa qanday bo'ladi? Bo'ladi, davay. Siz qaysi davlatda bo'lsangiz ham o'ylanmay bosim bog'iga patiska bosib qo'ying. Baxtiyor akam va'daga vafo yig'ilib o'tiribmiz. Qani, boshlang endi. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon. Do'stlar diydori shirin, dardim aytsam tinglagan, ko'zimdan ham anglagan, o'zim bir bor tanlagan, do'stlar diydori shirin. Rahmat aka. Bu qani marhamat, yoqimli ishtaha. Do'stlar davrasida ketadi-ku bu somsa. Tem bo'li hozir Misrda. Islom akam ham shu yerda, Samarqandda tanimagan odam yo'q Islom akani.